Assalomu alaykum qadrli mijozlar. Bugun sizlar bilan qurilishni yaqindan kuzatamiz va sizlarga so'nggi yangiliklarni ulashib boramiz. Bugun sizlar bilan Almas, Silver va Marjan turar joy majmualarini yaqindan ko'rib chiqamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Ko'rib turganingizdek, biz hozir Almas Novostroykasidamiz. Bu Novostroykada A va B bloklardagi xonadonlar o'z egalariga muvaffaqiyatli topshirilmoqda. Bu yerda ishlanmalar yuqori standartlarga muvofiq bajarilmoqda. Yaqin oylar ichida xonadonlar o'z egalarini kutib olishga tayyor bo'ladi. D va Y bloklari esa 4-qavatgacha qurib bitkazilgan. Hozirda qurilish ishlari jadal davom etmoqda. Mana bu esa Marjan Residence turar joy majmuasi. Bugungi kunga kelib 19-qavatgacha ko'tarilgan va qurilish ishlari jadal, tez davom etmoqda. Bundan tashqari mana bu yerda yangidan quriladigan bino va infrastruktura elementlari joylashadi. Barcha sharoitlaringiz inobatga olingan. Mana bu yerda esa ko'proq ustalarni jalb etgan holatda yangi qavatlarning qurilishi jadal davom etmoqda. Bizning oliy maqsadimiz sizlarga sifatli uy taqdim etish. Bizni kuzatishda davom eting. Endilikda bo'lsa Silver Tower turar joy majmuasiga nazar tashlaymiz. Qani ketdik. B1 blokida fasad ishlari yakunlanmoqda. G blok finish qismida tom yopish ishlari tugamoqda. B2 bloklarida bo'lsa beton ishlari yakunlandi. Rom o'rnatish jarayoniga yetib keldi. V1, B3 bloklari 3-etaj tomon qadrosladi. B4, V2 bloklari bo'lsa 14-etaj qurilish jarayonida. A blokida bo'lsa 11-etaj beton ishlari tugamoqda. Bugun sizlar bilan Better Best kompaniyasining uch obyektini qurilish jarayonlarini ko'rib chiqdik. Hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Sizning tanlagan uyingizning qurilishi jadallik bilan davom etmoqda. Bizning rasmiy sahifalarimizni kuzatib boring. Better Best har doim sizlar uchun yuqori sifatda.